O'zimga shu anaqadan bo'lsa kerak edi, yosharib yurishimiz. Xo'jayinim ko'pincha o'zingga qara deydilar. Aha. Adashmasam 5 ta farzandingiz bilan bugun kelgansiz. Qolgan 8 tasi qayerda? Ishda, bog'chada. Eng kattasi men bilan teng ekan. 95-yil bo'lsa, har oy tug'ilgan kun bo'lgani yaxshi, lekin hech qayerda ishlamaysizmi? Yo'q, uy bekasiman. Uy bekasisiz. Ya'ni agarda ishlaganingizda ham dekretdan dekretgacha bo'lardi. Hammani ko'ngliga qarab ovqat qilaman dedingiz. Bizni oilada 5 ta o'g'ilmiz. Men ikkinchi farzandman. 5 ta o'g'il bilan ham bu ovqat pishirish muammo bo'ladi ko'pincha. Kimgadir qaysidir ovqat yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Siz har birini ko'ngilga qarash shu qanday bo'ladi bu jarayon? Shu uyda ikkita mana gazim bor-da. Aha. Qaysi biri nimani xohlasa o'shani qilib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Xorijdan kirib kelyapti deymizmi yoki bugungi yoshlarning o'zini fikrimi? Yo'q, ikkita yetadi. 3 ta yetadi degan to'xtov bo'ladi. Bu imkon bo'lsa ham bu narsaga qandaydir o'zlariga chegara qo'yishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Tavsiyaqilasizmi boshqalarga ham 13 ta farzand bo'lishini? Tavsiya qilaman. Turmush o'rtog'ingiz qayerda ishlaydilar? Taksist. Aha. Ularning munosabatlari qanday? Yaxshi. O'zi reja nechtagacha? Hozir ham mana 14-siga homilador ekansiz. Xo'jayinim o'zi yaxshi ko'radi bolajon. O'zlari ikkita o'g'il bo'lgan, qolganlari o'tib qolgan, bitta o'zlari qolganlar. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz egizak tug'maguncha, dunyoga keltirmaguncha tug'averaman degan bir shartni qo'ygan ekansiz. Bu rostmi? Rost. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita farzand ko'rganlar 3-inchisi tug'ilgan kelsa bir-birini talashadi, ona talashadi yoki bo'lmasam qizg'onadi, shunaqa fikrlar bor. Sizda ham shu boshingizdan o'tganmi? Yo'q. Ismlarni nimadan kelib chiqib qo'yasiz? Kimlar bilan maslahatlashasiz? Hammasini ismini o'zingiz qo'yganmisiz? Yo'q, xo'jayinim qo'yganlar. Ismlar ketma-ketligida hech adashib qolmaysiz? Yo'q. Birdan 13-gacha aytingchi ismlarini. Juda ham uyaltirdingiz-da, Amirxon. Ha, eslab olyaptilar-a kulib, ha? Eslayaptilar deb. Yo'q, xijolat bo'lmang hech ham. Jahllari chiqqanda menimcha hammasini adressiz hammasini aytib chiqadilar deb bir chekkadan. Farruh, Taxmina, Umid, Botir, Odina, Madina, Negina, Sabina. Eng kichkinasi Ruxsona. Tushunarli. Bekzod. Gap bo'lishi mumkin emas.